Diqqat! Xalq tezkor xabar. Bugun O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? Bugun 13 avgust kuni payshanba kuni O'zbekiston bo'ylab anomal issiq ob-havo o'z cho'qqisiga chiqadi va kunduz ayrim joylarda +43 darajagacha ko'tariladi. Respublika hududida havo asosan kam bulutli va quruq bo'ladi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, bugungi hududiy harorat ko'rsatkichlari: hududlar bo'yicha kunduzgi harorat Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand. Kunduzi havo +39, +41 darajagacha isiydi. Harorat kechasi 24-26 daraja atrofida bo'ladi. Janubiy hududlar Qashqadaryo va Surxondaryo eng yuqori jazirama kuzatilib, harorat 41-43 darajagacha yetadi. Shimoliy hududlar Qoraqalpog'iston va Xorazm kunduzi +35, +40 daraja bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Farg'ona vodiysi jazirama issiq fonda harorat +34, +39 daraja atrofida bo'ladi. Muhim ogohlantirishlar: chang to'zonlar respublika bo'ylab sharqiy shamol tezligi 7-12 metr/sekunddan ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayib, chang to'zonlar keltirib chiqarishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang.